Narkotiklar inson miyasi, asab tizimi va ruhiy emotsional holatga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi vositalardir. Tarixda bu moddalar ko'pincha vaqtinchalik huzur olish uchun, ya'ni kayf manbasi sifatida qo'llanilgan. Biroq bu moddalar nafas olishni to'xtatishi, ko'ngil aynishi va eng dahshatlisi odamni o'ziga o'rgatib qo'yib, giyohvandlikka olib kelishi mumkin. Oqibatda tinchlik va huzur hissini qayta sezish uchun narkotik miqdorini tinimsiz oshirish talab etiladi. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi videoda narkotik nima va nega u odamni o'ziga qaram qilib olishini ko'rib chiqamiz. Narkotiklar yoki opioidlar deb ataladigan moddalar og'riqqa qarshi kurashda insoniyatning eng samarali, ammo xavfli qurolidir. Bu moddalar asosan chidab bo'lmas darajadagi kuchli og'riqlarni qoldirish, og'ir yo'talni to'xtatish va hatto jarrohlik amaliyotlarida anesteziya sifatida ishlatiladi. Ular ko'knori o'simligi tarkibidan ajratib olinadi yoki laboratoriyalarda sun'iy ravishda yaratiladi. Morfin, kodein va geroin, shuningdek fentanil, oksikantin va metadon shunday moddalardir. Insoniyat tarixida narkotik moddalar bundan roppa-rosa 5000 yil muqaddam ko'knori o'simligida kashf etilgan. Afyun yoki opium esa ko'knorining pishib yetilmagan urug' donachalaridan chiqadigan sutsimon suyuqlikdan olinadi. Quritilgan bu sutsimon modda tarkibida aynan opioidlar yashiringan bo'ladi. Ko'knori o'simligining ilmiy nomi bo'lgan Papaver somniferum Rim uyqu xudosi Somnis sharafiga qo'yilgan. Qadimgi Misr tibbiy qo'lyozmalarida afyun ham mo'jizaviy shifo, ham o'ta xavfli zahar sifatida qayd etilgan. Dastlab bu moddani suiiste'mol qilish holatlari juda kam bo'lgan. Bunga ko'knorining chidab bo'lmas darajadagi achchiq ta'mi sabab bo'lgan. 18-asrga kelib, Xitoyda afyun og'ir bezgakni davolash uchun, eng yomoni esa o'sha davr jamiyatida vaqtinchalik soxta baxt hissini tuyish bahonasida va Angliya yordami bilan ommalashib ketdi. 1806-yilda afyun tozalanib, undan morfin nomini olgan faol modda ajratib olindi va u oddiy afyundan 10 baravar kuchliroq bo'lib chiqdi. Morfin Yunon tushlar xudosi Morfey sharafiga nomlandi, chunki u insonni qattiq uxlatib qo'yadigan kuchga ega edi. Oradan ko'p o'tmay afyundan kodein va papaverin kabi boshqa tibbiy moddalar ham ajratib olindi. Ular morfinga qaraganda biroz kuchsizroq bo'lsa-da, ahamiyati juda yuqori bo'ldi. Umuman olganda, ko'knori o'simligi tarkibida 20 dan ortiq turlicha kuchga va nojo'ya ta'sirga ega bo'lgan moddalar aniqlangan. 19-asrdan boshlab esa shifokorlar oddiy ko'knor sharbati o'rniga morfindan foydalanishga kirishdi. Tozalangan narkotiklarning paydo bo'lishi esa bir vaqtning o'zida teri ostiga inyeksiya qilinuvchi moddalarning keng tarqalishiga olib keldi. Bu kashfiyot shifokorlarga narkotiklarni to'g'ridan-to'g'ri qon oqimiga yuborish imkonini berdi. Qonga yuborilgan opioidlar qon orqali atigi 20 soniya ichida miyaga yetib boradi va o'z ta'sirini ko'rsatishni boshlaydi. Tadqiqotchilar ko'knori o'simligidan olingan morfin va kodeinning ta'sirini o'rganish davomida tananing o'zida ishlab chiqariladigan endorfinlar, dinorfinlar va enkefalinlarni kashf etishdi. Bu moddalar neyromediatorlar deb ataladi va ular asab hujayralarini o'zaro muloqot qilishi uchun xizmat qiladi. Morfin kabi sun'iy opioidlar aynan shu tabiiy neyromediatorlarning o'rnini egallab, ularning vazifasini bajaradi. Bugungi kunda narkotiklar o'zining asosiy ta'sirini miya va orqa miyada namoyon qilishi yaxshi ma'lum. Narkotiklarning tanadagi og'riqqa qarshi qanday kurashishini to'liq anglash uchun esa avvalo og'riqning o'zi qanday paydo bo'lishini tushunish lozim. Har safar tanadagi to'qimalar jarohatlanganda, ular hujayradan tashqaridagi bo'shliqqa maxsus kimyoviy moddalarni chiqaradi. Bu moddalarni tanib oladigan asab hujayralari esa og'riq neyronlari deb ataladi. Kimyoviy moddalar og'riq neyronidagi retseptorlarga bog'lanishi bilan u darhol orqa miyaga elektr xabarini yuboradi. Bu xabar yetib kelgach, zudlik bilan himoya refleksi ishga tushadi. Bu bizni jarohat manbasidan uzoqlashishga majburlaydi. Masalan, ehtiyotsizlik bilan qo'lingizni issiq pechga qo'ysangiz, asab refleksi mushaklarga darhol buyruq berib, qo'lni ortga tortadi. So'ngra miya to'qimasi tana shikastlangani haqidagi ogohlantirishni eslab qoladi. Shunda biz kelajakda ehtiyotkor bo'lishni o'rganamiz.
Masalan, gaz plitasida qo'lini kuydirgan odam keyinchalik oshxonada ancha ehtiyotkor bo'lib qoladi. Organizmdagi eng muhim joylardan biri og'riq neyronlari joylashgan orqa miyadir. Opioidlar aynan shu yerdagi kimyoviy moddalarning ajralishini kamaytiradi va shu orqali miyaga boradigan qo'zg'atuvchi xabar kuchini pasaytiradi. Agar miyaga boradigan og'riq impulslari kamaysa, bizning og'riq his qilishimiz ham kamayadi. Og'riqni boshqarishda ishtirok etadigan asab tizimining yana bir qismi bu miya va orqa miya o'rtasida joylashgan miya poyasidir. Miya poyasining ma'lum bir qismini qo'zg'atganda miyaga boradigan og'riq impulslari kamayishi aniqlangan. Ushbu joyda xuddi orqa miyadagi kabi og'riq xabarlarini kamaytira oladigan opioid moddalarining mavjudligi tasdiqlangan. Agar tanamiz endorfin va enkefalin kabi o'zining tabiiy og'riq qoldiruvchi moddalarini ishlab chiqarsa, nega bizga morfin dorilari kerak bo'ladi degan savol tug'ilishi tabiiy. Gap shundaki, har bir insonning og'riqqa bardoshi har xil va bu chidamlilik vaziyatga qarab o'zgarib turadi. Masalan, hayajonli o'yin girdobida qo'lingiz kesilganini sezmaysiz ham, lekin o'sha jarohatga diqqat bilan tikilsangiz, u juda qattiq og'riy boshlaydi. Bu jarayon o'z navbatida tanadagi ichki opioid tizimi qanday ishlashiga bog'liq. Akupunktura ninalari ham tanadagi neyronlarni ko'proq endorfin va enkefalinlar chiqarishga majbur qiladi hamda shu orqali og'riq to'siladi. Narkotik dorilar esa xuddi shu jarayonni sun'iy ravishda kuchaytiradi. Ya'ni tanadagi opioidlar miqdorini ko'paytirib, og'riq impulslarini butunlay to'sib qo'yadi. Opioidlar nafaqat og'riqni, balki boshqa tizimlarni ham nazorat qiladi. Ular yo'tal refleksiga javob beradigan neyromediatorlarni to'xtatib, og'ir yo'talni ham so'ndira oladi. Narkotik moddalar ko'rish tizimiga ham kuchli ta'sir ko'rsatadi va ko'z qorachig'ini keskin toraytiradi. Bu torayish esa shifokorlarga narkotikning me'yordan ortiqcha qabul qilinganini aniqlashda yordam beradi. Opioidlar ovqat hazm qilish tizimiga ham ta'sir qilib, qabziyatni keltirib chiqaradi. Ular ichak devorlarining to'lqinli harakatini, ya'ni peristaltikasini sekinlashtiradi. Odatda ovqatni pastga qarab harakatlantiruvchi bu mushak qisqarishlari sezilarli darajada susayadi. Morfinga o'xshash dorilar og'riqni so'ndiradi, lekin ko'rish va eshitish kabi boshqa sezgi a'zolariga deyarli ta'sir qilmaydi. Ular ko'pincha jarrohlik amaliyotidan keyingi davrda to'qimalarning shikastlanishi natijasida kelib chiqadigan qisqa muddatli og'riqlarni kamaytirish uchun qo'llaniladi. Og'riq kamayganda bemorlar yaxshiroq ovqatlanadi, tinchroq uxlaydi va ancha tez sog'ayadi. Shifokorlar ko'pincha ehtiyojga qarab meperidin yoki kodein kabi narkotiklarni joriy qilishadi. Bu dorilar og'riqqa bardosh berish chegarasini oshiradi. Bunga ko'pincha bemorlarda paydo bo'ladigan euforiya, ya'ni yuqori kayfiyat, kayf tuyg'usi sabab bo'ladi. Masalan, morfin berilgan bemor xush yoquvchi suzish hissini tuyadi. Undagi barcha azob va xavotirlar esa g'oyib bo'ladi. Lekin barcha dori vositalari kabi narkotiklar ham ikki tomonli o'tkir pichoqqa o'xshaydi. Ularning ham hayot qutqaruvchi foydali tomonlari, ham kutilmagan xavfli ta'sirlari mavjud. Geroin kabi moddalarni iste'mol qiluvchilar yuqori dozalarda euforiya, soxta baxt hissini tuyish uchun narkotiklarga kuchli ehtiyoj sezishadi. Inson tanasi opioidlar ta'siriga hayratlanarli darajada tez moslashadi. Har bir keyingi doza bilan narkotikning ta'siri kamayib boradi. Natijada avvalgi kayfni his qilish uchun dozani tinimsiz oshirishga to'g'ri keladi. 2-3 hafta davomida narkotikni muntazam qabul qilish tanada chidamlilikni, ya'ni tolerantlikni keltirib chiqaradi. Tashqaridan kirgan sun'iy opioidlar tananing o'z tabiiy moddalari o'rnini egallab oladi. Shunda bizning aqlli asab tizimimiz va jigarimiz muvozanatni tiklashga kirishadi. Birinchidan, jigar dorilarni tanadan tezroq chiqarib tashlash uchun ularni parchalash jarayonini bir necha barobar tezlashtiradi. Ikkinchidan, asab tizimi maxsus retseptorlar sonini kamaytirib, narkotikka bo'lgan sezgirlikni pasaytiradi. Bir necha haftalik yuqori dozalardan so'ng miya butunlay o'zgarib, ushbu holatga moslashishga harakat qiladi. Agar inson narkotikni qabul qilishni to'satdan to'xtatsa, tanada sinish yoki lomka deb ataladigan og'ir davr boshlanadi. Uning belgilari og'ir kechayotgan grippga o'xshaydi. Morfin va geroindan voz kechish azoblari oxirgi dozadan 12 soat o'tgach boshlanib, 1-2 kundan keyin azob o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqadi. Bir haftalik kurashdan so'ng barcha alomatlar sekin-asta yo'qoladi.
Baxtimizga tibbiyotda narkotiklarning ta'sirini bir zumda to'xtata oladigan maxsus dorilar mavjud. Nalmifen, nalokson va naltrikson deb ataluvchi moddalar opioid antagonistlaridir. Agar bu moddalar tanada narkotik yo'q paytda qabul qilinsa, ular hech qanday sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Ammo morfin ta'sirida bo'lgan bemorga yuborilsa, bu dorilar bir necha soniya ichida narkotikning ta'sirini butunlay yo'qqa chiqaradi. Ushbu antagonistlar ayniqsa dozani oshirib yuborgan bemorlarni qutqarishda juda muhim ahamiyatga ega. Bunday bemorlar shifoxonaning jonlantirish bo'limiga ko'pincha nafas olmayotgan va koma holatida olib kelinadi. Mana shu antagonistlar nafas olishni darhol normallashtiradi, insonni hushiga qaytaradi va opioidning barcha zararli ta'sirini to'xtatadi. Bugungi kunda morfin hali hamon eng kuchli og'riq qoldiruvchi vosita sifatida xizmat qilib kelmoqda. U to'g'ri, professional darajada qo'llanilganda o'rganishni keltirib chiqarmaydi. Kimyogar olimlar va boshqa tadqiqotchilar inson tanasining o'z tabiiy narkotiklari bo'lgan endorfinlarni yanada chuqurroq o'rganishda davom etishmoqda. Kelajakda bu izlanishlar narkotik dorilarning yana boshqa ko'plab xususiyatlarini tushuntirib berishi shubhasizdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va izoh qoldiring. Agar qaysidir ilmiy mavzu sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, uni ham izohlarda yozing. Balki aynan sizning izohingiz keyingi videolarimiz mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha.